Chirchiq shahriga yangi avtobuslar yetib keldi. Bugun esa foydalanishga topshirilmoqda. Chirchiq shahrida 35 yangi avtobus aholi xizmatiga topshirildi. Chirchiq shahrida zamonaviy jamoat transportini rivojlantirish yo'lidagi muhim loyiha doirasida 35 yangi Ankay rusumli avtobuslar aholi xizmatiga topshirildi. Tadbirda Chirchiq shahar hokimi Murodjon Abdurahimov, deputatlar, nuroniylar hamda mahalla faollari ishtirok etishdi. Albatta, mana shu hammasiga bo'lganda bu mana natijalar turamiz. O'zimizni qisqa qilib aytganda, mana shu jamoat transporti sizlarga salomatlik shahar aholisiga muborak bo'lsin. Faqat yaxshi kunlarda shu shaharimizni ko'rib boshlanishi bo'lsin. Xalqimiz o'ylab, ayniqsa nuroniylarni, yosh o'quvchilar, bolalarni o'ylab shu transport yo'lovchi transportlarini olib kelganligi bu endi oxirgi emas ekan, yil oxirigacha 70 ta kelishlar ekan insonni. Shu bayram bilan hammalarni tabriklayman. Lekin bir tomondan aytib ketishim kerak. Biz hamma bolalarimizga, hammaga tushuntirishimiz kerak, bu transportlarni avaylab saqlashimiz kerak. Biror joyni chizmasdan, biror joyga bir tashlamasdan, bir marta tashlamasdan, shuni ehtiyot bilan foydalansak, ko'p yillarga yetadi. Rahmat hammaga. Albatta, hozir o'tganlaridek shahrimizda nuroniylarimiz ham bor. Bundan tashqari o'zi oldin Shimron, Chirchiq kimyogarlar shahrida deyiladi. Hozirgi yoshlar shahri ham ketdi. Studentlarimiz ko'p. Bu o'ylayman, xudo xolasa, juda bir studentlarga bor transport bo'lib xizmat qiladi. Chirchiq shahriga ikkita yangi yo'nalish ochildi. Undan avval bu yo'nalishlarda Isuzu avtobuslari xizmat ko'rsatardi. Mazkur loyiha Ziyotrans MSJ tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, birinchi bosqichda shaharga zamonaviy, ekologik toza 35 ta avtobuslar olib kelindi. Yil yakuniga qadar ularning sonini 70 taga yetkazish rejalashtirilgan. Yangi avtobuslar dastlab quyidagi 3 ta yo'nalishda yo'lovchilarga xizmat ko'rsatadi. Bo'ston sanatoriyasi, Yangi O'zbekiston massivi. Bo'ston sanatoriyasi 3-kichik nohiya. Muruvvat mahallasi, Azadbash qishlog'i. Keyinchalik yana 2 ta yo'nalishdagi yangi avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yiladi. Chirchiq shahridagi eng so'nggi yangiliklarni aynan Chirchiq Live kanalida kuzatib boring.